Jo'rabek. Jo'rabek. Kelaveringlar. Alloh akbar. Nima chaqirding? Ha, mebel zakasi qo'ydim, olib kelib turadi. Shuni olib chiqib joylashtirib yuborsalar deb chaqirdim. Ha, bo'ldi, bemalol. Shu sekin uylar remont qilib oldim. Yana o'sha yerga uyg'onib olishim kerak. Bu yerga televizor qo'yishim kerak. Sizlar tanishlar bormi? Bir tanishlar bo'lsa, gaplashib bersalar bo'lardi. Men sizlarga gapiryapman, Sardor, Sunnatullo. Telefon o'ynashlarni qaylar o'rta? Yig'ishtiringlar telefonni. Xudo asabiga tegib. Ha, telefonda o'tirganimiz yoqmayaptimi? Ha, yoqmayapti. Senlarga jon kuydirib gapiryapman. Ikkovinglar xayolning telefonda. G'azabing kelyaptimi? Uyga kelib ol, telefonga o'tirsa. Ha-da. Sen ham masjidga borib olib, telefonga o'tirsang, Allohning g'azabi kelmasmikin? Allohning baytiga kirdingizmi? Bu yerda mezboni Alloh bo'ladi. Allohga nisbatan o'zingizni maqomingizni saqlang. Aks holda mezbonning g'azabiga mubtalo bo'lib qolasiz. Ha, haqiqatdan shunday ko'rinar ekan. Alloh kechirsin.